2018-yilda Rossiyada jahon chempionati bo'layotgan paytda men kinoda o'ynagan futbolchilar haqida video qilgan edim. Mana oradan 8 yil o'tib, yana chempionat va yana shunday video qilishga qaror qildim. Professional karyeradan keyin ko'pchilik futbolchilar baribir futbol atrofida qolishadi. Ba'zilar murabbiy va shunga o'xshash ishlarni bajarishadi. Ba'zilar esa televideniyega ketadi va boshlovchilik va kommentatorlik bilan shug'ullanishadi. Kinematografiya bilan mashhur futbolchilar doim ham shug'ullanishmaydi, ammo esda qolarli ba'zi bir holatlar bor. Salom berdik, qadrli do'stlar, sizlar bilan Farzidkay. Bugungi videoda o'z kuchini kinoda sinab ko'rgan top 10 ta futbolchi haqida bilib olasiz. Hozir bu yilgi mundial eng qaynoq nuqtasiga yetdi. Biz allaqachon Luka Modric, Ronaldo, Neymar va boshqa ko'plab futbolchilardan ayrildik. Katta ehtimol bilan ularni bu katta maydonda boshqa ko'rmaymiz. Shunday ekan, bu yilgi mundialdan maza qilib zavqlaning. Erik Cantona Fransiyalik futbolchi karyerasini ancha yillar oldin yakunlagan, lekin hozirgacha Manchester United klubining legendalaridan biri bo'lib qolmoqda. Bu jamoa bilan Cantona Angliya Premier Ligasini 4 marta yutgan. Erikning gollari hozir ham har xil toplarda eng yaxshilar qatorida turadi, lekin u gollari bilan esda qolmagan. O'zining og'ir xarakteri sababli Cantona hamma bilan yoppasiga urushib ketavergan. Jamoadoshlari, hakamlar, hatto tomoshabinlar bilan ham doimiy janjal va qizil kartochkalar futbolchi xalqaro maydonlarda muvaffaqiyatga erishishga to'sqinlik qildi. Butun karyerasi davomida u terma jamoa bilan ham Chempionlar Ligasini ham yutmagan, ammo uning fe'l-atvori kinoga juda mos edi. Karyerasini tugatmasidan oldin Cantona 1995-yilda O'tloqlardagi sevgi filmida epizodik rol o'ynagan. 98-yilda esa Elizaveta filmida o'ynagan. O'shandan beri Erik film va seriallarda rol o'ynab keladi. Vinnie Jones. Menimcha Vinnie Jones odamlar aktyor sifatida taniydigan yagona futbolchi bo'lsa kerak. O'z vaqtida u Angliyada mashhur bo'lgan, ammo u ommaviy madaniyat yodida koja kiygan bandit sifatida qoladi. Jones katta klublarda emas, balki Crazy Gang nomi bilan mashhur bo'lgan Wimbledon jamoasida shuhrat qozongan. Bu jamoa bilan 1988-yilda FA Cup g'olibi bo'lgan. O'shanda ular hisoblanmagan Liverpoolni mag'lub etib, futbol tarixidagi eng katta sensatsiyalardan birini yaratishgan. Jones maydonda texnikasi bilan emas, balki qattiqqo'lligi, jangovorligi va shafqatsiz o'yin uslubi bilan tanilgan. 1992-yilda Jones rekordni yangiladi. Zaxiradan maydonga tushishi bilan 3 sekund ichida qizil kartochka oldi. U Wimbledon, Leeds United, Sheffield United, Chelsea va Queen's Park Rangers kabi klublarda o'ynagan, ammo uning haqiqiy ikkinchi hayoti futboldan keyin Gollywoodda boshlangan. Uning qo'pol tashqi ko'rinishi va tabiiy jasorati rejissyorlarni o'ziga jalb qilgan. 1998-yilda Guy Ritchie Jonesni o'zining Karta Pul qo'shiqrol filmida olib chiqdi. U tezda mashhur bo'lib ketdi. Keyinchalik esa Guy Ritchie unga Katta o'lja filmida rol berdi. Vinnie Jones Marvel muxlislariga ham begona emas. X odamlar 3 filmida u Jagger Round rolini o'ynagan. O'shandan beri Vinnie ko'plab film va seriallarda suratga tushib keladi. Pele. Hozirgi kunda deyarli hech kim Edson Arantes do Nascimento ismini eshitmagan, ammo qisqa Pele ismini eshitgan. Braziliyalik futbolchi tarixning eng buyuk futbolchilaridan biri hisoblanadi. Kambag'al oilada tug'ilib o'sgan, yoshligidan ko'chalarda va poyabzal fabrikasi yonidagi maydonlarda futbol o'ynagan. Shu sababli unga Pele laqabi berilgan. U karyerasining aksariyat qismini Santos klubida o'tkazgan va bu jamoa bilan bir nechta milliy hamda xalqaro trofeylarni qo'lga kiritgan. Pele futbol tarixidagi jahon chempionatini 3 marta yutgan yagona futbolchi. U o'z davrida futbol quroli deb nomlangan va 1000 tadan ortiq rasmiy gol urgan futbolchi sifatida tan olingan. Uning texnikasi, gol urish mahorati va o'yinni his qilish qobiliyati uni nafaqat sport, balki madaniy timsolga aylantirgan. U futbolni butun dunyoga tanitgan shaxslardan biri. Karyerasi davomida Pele nafaqat sport sohasida, balki jamoatchilik va diplomatik nufuzga ham ega bo'lgan. U Braziliya sport vaziri lavozimini ham egallagan va FIFA tomonidan asr futbolchisi deb topilgan. 1981-yilda Pele Sylvester Stallone va Michael Caine bilan birga G'alaba filmida suratga tushgan. Pele unda futbolchi rolini o'ynagan va filmning eng mashhur gol lahzalaridan birini amalga oshirgan. 2016-yilda esa uning yoshligi va 1958-yilgi jahon chempionatidagi g'alabasi haqida filmda suratga tushgan. Bundan tashqari Pele o'z hayoti davomida bir nechta qisqa metrajli va hujjatli filmlar va televizion dasturlarda ishtirok etgan. Zlatan Ibrahimovic
Shvetsiyalik futbolchi Bosniya va Xorvatiya ildizlariga ega muhojir oilada Malme shahrining Nochor mahallasida o'sib ulg'aygan. Yoshligidan o'jar va o'ziga ishongan va an'anaviy bo'lmagan o'yin uslubiga ega bo'lgan. Uning akrobatik gollari, orqaga aylanib urgan zarbalari futbol tarixidagi eng go'zal gollar qatoriga kiradi. Ibragimovich karyerasi davomida Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG, Manchester United va LA Galaxy kabi Yevropa hamda Amerikaning eng yirik klublarida o'ynagan. Deyarli har bir mamlakatda chempionlik unvonini qo'lga kiritgan. U Shvetsiya terma jamoasining tarixidagi eng ko'p gol urgan futbolchisi hisoblanadi. Uning shaxsiyati ham futboli kabi o'ziga xos. O'ta o'ziga ishongan, hazil-mutoyibaga boy, ba'zan takabburlik darajasiga yetgan bayonotlari bilan mashhur. Zlatan haqida gapirish, bu Zlatan haqida gapirish degan uslubdagi o'z-o'zi haqidagi jumlalar internetda memga aylanib ketgan. Bu o'ziga xos xarizma va takabburlik uni ekranlarga ham olib chiqqan. 2015 va 2018-yillarda o'zi haqidagi hujjatli filmlarda chiqqan. Uning katta kinodagi debyuti esa 2023-yilgi Asterix va Obelix Xitoydagi sarguzashtlar filmida bo'ldi. Bundan tashqari Ibragimovich ko'plab yirik brendlar uchun kino uslubidagi qisqa metrajli reklama roliklarida bosh qahramon sifatida qatnashgan. Bu yilgi chempionatda Zlatan Ibragimovich va Thierry Henry AQShning Fox Sport telekanalida ekspert va tahlilchi sifatida ishlashyapti. Zinedine Zidane Fransuz futbolchisi jazoirlik muhojir oilada Marsel shahrining Castellan mahallasida tug'ilib o'sgan. Uning texnikasi, sokinligi va o'yinni boshqarish mahorati uni o'z avlodining eng buyuk yarim himoyachilaridan biriga aylantirgan. Zidan maydonda kam gap, vazmin, lekin g'oyat nafis texnikaga ega futbolchi sifatida tanilgan. U Bordo, Juventus va Real Madrid kabi klublarda o'ynagan. Real Madrid bilan 2002-yilgi Chempionlar Ligasi finalidagi chap oyoq bilan urgan uchayotgan to'p zarbasi futbol tarixidagi eng go'zal gollardan biri sifatida tan olingan. Fransiya terma jamoasi bilan 1998-yilgi Jahon chempionatida g'olib bo'lgan. Ammo Zidanning nomi nafaqat gollari, balki 2006-yilgi Jahon chempionati finalida italiyalik himoyachi Marco Materassiga kallasi bilan zarba berib, qizil kartochka olgani bilan ham butun dunyoda mashhur bo'lgan. Bu voqea uning ajoyib karyerasining eng ziddiyatli va eslanuvchan lahzalaridan biriga aylangan. Futbolni tugatgach, Zidan murabbiylik faoliyatiga o'tib, Real Madrid bilan Chempionlar Ligasini ketma-ket 3 marta yutgan murabbiy sifatida ham tarixga kirgan. Zidan haqida ham hujjatli filmlar ko'p, lekin uning katta kinodagi roli 2008-yildagi Asterix va Obelix Olimpiada o'yinlarida filmida bo'lgan. Zidan film oxirida kameoda chiqqan va to'p bilan fintlar ko'rsatgan. Ronaldinho Ronaldo va Messi mashhur bo'lmagan paytlarda butun dunyo Ronaldinhoni yaxshi ko'rar edi. Shu jumladan men ham. Braziliyalik futbolchi Porto Alegre shahrida kambag'al oilada tug'ilib o'sgan. Uning o'yin uslubi, doimiy tabassumi, o'yindagi erkinligi, elastiko, no-look pas va boshqa noodatiy texnik elementlari bilan futbolni san'atga aylantirgan futbolchilardan biri sifatida yodda qolgan. Ronaldinho maydonda o'ynagani emas, balki tomoshabinlarni xursand qilib o'ynagani uchun mashhur bo'lgan. U Gremio, PSG, Barcelona, Milan kabi klublarda o'ynagan. Barcelona bilan La Liga va Chempionlar Ligasini ham qo'lga kiritgan. 2005-yilda esa FIFAning eng yaxshi futbolchisi unvoniga sazovor bo'lgan. Braziliya terma jamoasi bilan 2002-yilgi Jahon chempionatida g'olib bo'lgan. O'sha turnirda ingliz terma jamoasi darvozasiga uzoq masofadan urgan ajoyib goli hanuzgacha eslanadi. Ammo Ronaldinhoning shuhrati faqat gollari bilan emas, balki uning erkin, quvnoq va tartib intizomga unchalik moyil bo'lmagan hayot tarzi bilan ham bog'liq. Bu xususiyat karyerasining so'nggi yillarda uning shaklini pasaytirgan bo'lsa-da, aynan shu xarizmatik va bema'ni quvnoq shaxsiyat uni ekranga olib chiqqan. Ronaldinho haqida ham hujjatli filmlar suratga olingan. Katta kinoda esa 2018-yil Kickboxerning qaytishi filmida Mike Tyson kabi sportchi bilan kameoda chiqqan. Aytishlaricha u karyerasini qayta tiklagan. Bu yilgi chempionatda ham u juda faol. David Beckham Xuddi Erik kabi Davidning yutuqlari Manchester bilan bog'liq. Beckham yoshligidan Manchester United muxlisi bo'lgan va bu klubning yoshlar akademiyasidan yetishib chiqqan. Keyinchalik mashhur 92-yil avlodi deb nomlangan iste'dodli futbolchilar guruhining bir a'zosiga aylangan. Uning aniq burchakdan urilgan zarbalari, uzoq masofali paslari va standart holatlardagi mahorati uni davrning eng texnik futbolchilaridan biriga aylantirgan. U Manchester United bilan bir nechta Angliya Premier Ligasi va Chempionlar Ligasi unvonlarini
unvonlarini qo'lga kiritgan. So'ngra Real Madrid, La Galaxy, Milan va PSG kabi klublarda ham o'ynagan. Angliya terma jamoasi kapitani sifatida ko'p yillar faoliyat yuritgan. Mana bu markazdan urgan golini odamlar hanuzgacha eslashadi. Professional karyeradan keyin Beckhamda bir talay sovrinlardan tashqari mashhur yuz ham qolgan edi. U bu yuzni o'z brendiga aylantirishga qaror qildi. U futbolni glamur va shou biznes bilan uyg'unlashtirgan birinchi zamonaviy futbolchilardan biri hisoblanadi. U dunyoning deyarli barcha mashhur brendlarini reklama qilgan. Hatto 2018-yilda Deadpool 2 filmini ham reklama qilgan edi. Aynan shu global shuhrati va tanish qiyofasi Beckhamni Gollivud va teleseriyalarga olib chiqqan. U ilk bor 2005-yilgi Gol filmida futbolga bag'ishlangan badiiy filmda o'zi sifatida cameo rolda chiqqan. Keyin esa Guy Ritchie'ning Uncle agentlari filmida ham cameoda chiqqan. Ammo keyinchalik Guy Ritchie unga to'liqroq rol berdi. Beckham Qirol Arturning qilichi serialida jangchi rolini ijro etgan. Bundan tashqari Beckham ko'plab reklama roliklarda suratga tushib keladi. Hozir esa uyida piyoz va kartoshka ekish bilan shug'ullanadi. Neymar Junior. Braziliyalik futbolchi Neymar yoshligidan futzalda mahorat oshirgan. Bu esa uning noodatiy tez dribling texnikasi va oyoq ostidagi mahoratini shakllantirgan. Neymar juda yoshligidan Santos klubida professional darajaga chiqqan va tezda Braziliya futbolining yangi yulduzi sifatida tanilgan. Uni ko'plab mutaxassislar Peledan keyingi eng katta braziliyalik iste'dod deb atagan. U Santos, Barselona, PSG va Al Hilal kabi klublarda o'ynagan. Barselonada Lionel Messi va Luis Suarez bilan birga mashhur MSN hujum uchligini tashkil etib, Chempionlar Ligasi va La Liga unvonlarini qo'lga kiritgan. 2017-yilda PSG ga o'tishi o'sha davrdagi dunyo transfer rekordini yangilagan. Braziliya terma jamoasining tarixidagi eng ko'p gol urgan futbolchi hisoblanadi. Neymar maydonda o'ta texnik, o'yinbop uslubi bilan tanilgan bo'lsa-da, uning shaxsiy hayoti, kiyinish uslubi va shou biznes doiralari bilan aloqasi ham uni doimiy ravishda diqqat markazida ushlab turgan. Bu esa uni ekran olamiga ham yaqinlashtirgan. Neymar 2017-yilga 3X filmida Vin Diesel bosh rolni o'ynagan jangari filmda cameoda suratga tushgan. Undan tashqari dunyoga mashhur bo'lgan ispan seriali, ya'ni Qog'oz bino serialida ham o'zini, ya'ni Neymar rolini qisqa ko'rinishda o'ynagan. Bir necha kun oldin Neymar nafaqat mundialdagi, balki terma jamoadagi faoliyatini yakunladi. U maydonni ko'z yoshlar bilan tark etdi. Boshqalarni bilmadimu, butun dunyo va shu jumladan men ham Neymarni boshqacha hurmat qilamiz. Muxlislar aytgani kabi Neymar to'siz qirol. Lionel Messi Argentinalik futbolchi Rosario shahrida oddiy oilada tug'ilib o'sgan. Bolaligidan o'sish gormoni yetishmovchiligi bilan kasallangan. Davolash uchun mablag' yetmagani sababli 13 yoshida oilasi Ispaniyaga Barselona klubining La Masia akademiyasiga ko'chib o'tgan. Bu yerda klub uning davolanishini moliyalashtirgan. Shu tariqa Messi futbol tarixidagi eng buyuk hikoyalar yo'lini boshlagan. U butun professional karyerasini deyarli Barselonada o'tkazgan. Bu klub bilan rekord darajadagi La Liga va Chempionlar Ligasi unvonlarini, shuningdek rekord sonli oltin to'p mukofotini qo'lga kiritgan. Uning past markazi og'irligi, tezligi, to'p bilan boshqaruvi va gol urish instinkti uni deyarli barcha mutaxassislar tomonidan futbol tarixidagi eng buyuk futbolchi deb topilishiga sabab bo'lgan. Messi maydonda kamgap va vazmin xarakteri bilan tanilgan. U ommaviy hayotdan ko'ra o'yinning o'ziga ko'proq e'tibor qaratadigan futbolchi sifatida tanilgan. Shu sababli uning kinodagi ishtiroki boshqa yulduzlarga qaraganda ancha kamroq. Ammo Messi juda ko'plab reklama roliklarda suratga tushgan. Uni aktyordan deyarli farqi yo'q. Messi 2017-yilda chiqqan Himoyachilar mini serialida cameoda chiqqan. Undan keyin Yomon yigitlar 3 filmining treylerida ham ko'rinish bergan. Yaqinda esa Tom Holland bilan O'rgimchak odam yangi kun filmini reklama qildi. Bundan tashqari Messi Adidas, Coca-Cola, Pepsi, Samsung kabi brendlar uchun kino darajasidagi reklama roliklarda suratga tushgan. Hozirda afsonaviy futbolchilardan faqatgina u chempionatda qoldi. Menimcha tez orada u bilan ham xayrlashamiz. Cristiano Ronaldo yoshligidan g'ayrioddiy jismoniy qobiliyati, mehnatsevarligi va o'ziga bo'lgan ishonchi bilan ajralib turgan. U Sporting Lissabon akademiyasidan yetishib chiqqan va yoshligidan Manchester United diqqatini o'ziga tortgan. U yerda Sir Alex Ferguson qo'l ostida yulduzga aylangan. Ronaldo Manchester United, Real Madrid, Juventus va Al Nassr kabi klublarda o'ynagan. U 5 marta oltin to'p mukofotiga sazovor bo'lgan. Portugaliya terma jamoasi bilan 2016-yilgi Yevropa chempionatida g'olib chiqqan.
Ronaldo o'zining kuchli zarbasi, sakrash balandligi, tezligi va o'ta intizomli tayyorgarligi bilan futbol tarixidagi eng samarali gol uruvchilardan biriga aylangan. U rasmiy gollar soni bo'yicha erkaklar futboli tarixidagi jahon rekordini o'z qo'lida saqlab turibdi. 41 yoshida hamon rekordlar urishda davom etyapti. Afsuski, u ham mundialni tark etdi. Shaxsan men bu yil Ronaldo chempion bo'lishini istagan edim, ammo bunday bo'lib chiqmadi. U ham ko'z yoshlar bilan mundialni va terma jamoani tark etdi. Ronaldo Gol 3 filmida kameoda chiqqan, ammo boshqalardan farqli o'laroq Ronaldo ko'p kinoda o'ynamagan. Ammo yaqinda Farsaj 11 filmida chiqishi haqida gaplar bor. Nimayam deymiz, Ronaldoni kinodagi debyutini kutib qolamiz. Do'stlar, bugungi video shulardan iborat edi. O'ylaymanki, sizlarga foydali ma'lumot bera oldim. Video haqidagi fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Bu chempionatdan mazza qilib zavqlaning, sababi keyingi chempionatda ko'plab afsonaviy futbolchilar bo'lmaydi. Keyingi videolarda uchrashguncha